Shunday zamonlar o'tib ketdi-ya. Qaysi zamonlar? Misol uchun bir hafta oldingi kechagi kunlar. O'z yerimizda ham betashvish yashab yurgandik. Ha, o'sha kunlarni qadriga yetmaymiz. Aytishlaricha vaqt har qanday dardni davolarkan. O'tmish o'tib ketdi. Yashashda davom etish kerak. Buni hammaga uqtiraman. Kimlar uchundir o'tib ketdi. Ammo biz uchun emas. Zo'r vaqtlar edi-ya. Qanday vaqt sog'lik qilardik. Shuni ayt. Biz seni qanday ataganimizni bilasanmi? Nima deb atardingiz? Buffalo. Tushunyapsanmi? Seni buqa deb atardik. Seni ham xuddi buqadek to'xtatib bo'lmasdi-da. 3 soat tanaffussiz o'ynaganimiz esingdami? Bu xuddi kechagidek esingda. Yaxshi ko'rgan narsalaringizni unutib bo'lmaydi. Har doim qaytarishingiz mumkin. Qanday? Xotiralar. Ular boqiy yashaydi.